Buni bog'lab bizda pipi aytmayapti. Zaka she'r aytdi shuncha. Katta rahmat. Chiroyli qarsaklarni chalib qo'yamiz. Ajoyib tilaklar uchun tabriklaymiz. O'zingiz uzoq bo'lsin. Mana shu qo'llanmamizdan birgalikda 60 dan oshib 70 ga yetib, 80 dan sakrab, 90 dan to'qnashib, 100 yoshlarga chiqib olinglar. Endi farzandlar nomidan ajoyib shirin satlar bilan tabriklab qo'yaman. Yo'qchilik yo'qlab kelsa, sira boshim egmaydi. Omadi borsinsa ham otasi borsinmaydi. Samo qushlar qush bo'lar, tashvishlari tush bo'lar, ishlari ham besh bo'lar, otasi borsinmaydi. Bordir temir qarqoni, bayram bo'lar har oni, titratadi dunyoni, otasi borsinmaydi. Cho'ntagida pul yurar, har damda omad kular, juda ham baxtli ular, otasi borsinmaydi. Hayot bo'lsa otangiz, belingiz bukilmaydi, duosini oling har dam, otasi borsinmaydi. Ota qadrini bilganni Xudo o'zi qo'llaydi, omadi borsinsa ham otasi borsinmaydi. Tabriklaymiz. Mana shu farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Mana shu siz bor ekansiz, mana shu farzandlaringiz hammadan boy, hammadan badavlat. Tabriklaymiz. Tilaklar ichida izlab topganim Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq qaratsin. Bugungi tavhid ayyomingiz yana bir marta muborak bo'lsin. Rahmat sizlar bilan Amudaryo surpriz jamoasiga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.